لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله الذي لا إله إلا هو العلي الكبير. وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. Allah Subhanahu ve Taala Kalem suresinin 4. ayetinde hakikaten sen ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elbette katta büyük yukarı ahlak üstüge sen dedi. Yukarıdaki derslerde biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni Allah Subhanahu ve Taala'nın katta ahlak üstüge deb maqtığanlık muşu ta'rifat to'g'riliq bo'lgan tafsirlar izohatlarni berdik. Şu tafsir izohatlardan yana bir nuqta Allah Subhanahu ve Taala bizning yaratquchi Parvardigorimiz ulug' shirik yo'q Allah Subhanahu ve Taala Rahim, Karim, Adil, Qavi, Aziz, G'afur, Halim, Latif bo'lgan kamal sifatga ega zotdir. Ya'ni Allah Subhanahu ve Taala kuyimjondir, saxiydir, adildir, kuchlidir, g'olibdir, ig'ir bisiqdir, mehribondir. Shuning uchun Allah Subhanahu ve Taala o'zi bizga tushirgan islom dinini hamma tarafdan kamil qilib, kamil bir din qilib bizga tushirgan. Musulmonlarning ruhiy tarafini yaxshi boshqarib yetaklaydigan va har qanday ozg'unlikdan tizginlaydigan, e'tiqodini tavhid, shirik yo'q, yolg'iz bir Allohga ishonishdan iborat, har bir ish yolg'iz Allohga bog'lanishdan iborat bo'lgan haqiqiy kamil tavhid aqidasiga yetaklashda kamil bo'lgan va amaliy harakatda güzel islom axloqidan iborat Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hayotida amillashgan eng güzel amaliy islom axloqiga bizni yetaklab islom dinimizni hamma tarafdan Allah Subhanahu ve Taala eng mukammal qilgan. Va shundaqla halol haromni ayirish tarafdan her qandaq bir haram yoki har qandaq bir haromga yetkazadigan ishlar va shundaqla har qandaq bir yaxshi ishlar, halol ishlar va uni ijro qiladigan barliq ishlarni Allah Subhanahu ve Taala bizga islom dinimizda mukammal bizga o'rgatgan. Shuning uchun bizning dinimiz biz musulmonlarga va butkul dunyo insonlarga rahmat dinidir. Bu din adalet dinidir. Bu din umumiy musulmonlarning va dunyo insonlarining hammasiga foydali maslahat dinidir bu. Bu insof dini. Allah Subhanahu ve Taala bizga her tarafdan to'liq bo'lgan her bir ishi rahmat bo'lgan, insof bo'lgan, mehr shafqat bo'lgan islom dinini bizga tushirdi. Undaq bo'lgan ekan her qandaq bir adolatdan, rahmatdan, insofdan chetnab ketgan, zulmga hamkorlashadigan, zulmga yantiq bo'ladigan, zulmni qo'g'daydigan her qandaq bir ish bu islomning axloqi emas. Uni minglagan tillar ta'riflab ketsimi, u islomning axloqi emas. Shuning uchun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis şerifte bayan kılıp deydi ki İmam Müslim Navas ibn Sam'an'dın rivayet kılgan hadiste Navas ibn Sam'an bu hadisini merfu rivayet kılgan hadiste
El-birru husnul halqi. El-birru husnul hulq. Yaxshilik degan güzel axloq deganligini. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki yaxshi ish qilaman desang, güzel axloqda bo'lsang, ana ash yaxshi ish deganligini bayon qilgan. Yana Sunan Abi Davudda Abu Darda radhiyallohu anhudan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilib dediki, "Ma min shay'in athqalu fil mizan min husnul xuluq." Allah Taalaning jin tarozusida güzel axloqdinmi ig'ir keladigan hech qanday bir yaxshi ish yo'q degan. Chunki iymon güzel axloqda mujassamlashidir. Iymon amaliy hayot, amaliy jamiyat, amaliy dunyoda bizningki amaliy harakatimizda güzel axloq bilan maydonga keladi. Ana shundoq güzel axloqqa tepkib chiqqan iymon o'rin olgan musulmon qarindoshlar igi bo'lgan jamiyat, igi bo'lgan muhit, igi bo'lgan va yashagan dunyo va yashagan davlat va igi bo'lgan jamiyat va davlatlar hammasi haqiqiy Allah rozi bo'ladigan güzel yaxshi ishlarga to'shib ketgan har qanday yomon razilliklar cheklangan haqiqiy güzel jamiyat barpo bo'ladi. Xuddi bu dunyoda turib haqiqiy baxtiyorlik maydonga keladigan, u yerdan tuttu uzartilganlar, ayrilganlar agar iymoni bo'lib yaxshi ishda bo'ladi ekan, jannatga uttu kirgil bo'ladigan ana shundoq güzel maydon shakllanadi. Har qanday bir inson va jinning shaytonlari musulmonlarga va insoniyatga ziyon sololmaydigan, har qanday bir hilm-hikmatlari mag'lub bo'lib ketadigan shunday güzel jamiyat Allohning izni bilan barpo bo'ladi. Shuning uchun mu'min musulmonlar güzel axloqqa haqiqiy ahamiyat berishimiz kerak. Chunki mana shu iymonni asos qilgan güzel axloq har qanday bir amalning eng kattasi. Ibn Habbonning Sahih kitobida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam so'ralgan: "Ma aktharu ma yudkhirun nasa al-jannata?" Qala: "Taqvallohi va husnul xulqi." Kishilarni jannatga eng ko'p kirgizadigan amal qaysi deb so'ralgan vaqtida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dediki, birinchisi Allah subhanahu va taolodan haqiqiy qo'rqib Allah buyurgan ishlarni qilish, to'sqan ishlardan yenish, ya'ni yurikining eng tigida Allohdan taqvodor bo'lgan haqiqiy iymon bo'lish. Ikkinchisi mush iymonga amal qilgan husnul xuluq, güzel axloq bo'lish dedi. Abi Sa'labatul Xushani radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qala: "Inna ahabbakum ila Allohi wa aqrabakum minni ahasinukum akhlaqan wa inna abghadakum ila Allohi wa ab'adakum minni athartharun al-mutafayhiqun al-mutashaddiqun." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Haqiqatan sizlarning Alloh subhanahu va taologa eng suyimlik bo'ladiganlaringlar va sizlarning martaba jihatdan menga eng yaqin bo'ladiganliklaringlar, eng yaqin bo'ldiganinglar, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga martaba o'rin jihatda qiyomat kunisi eng yaqin bo'ldigani sizlarning axloqi eng go'zal bo'ldiganinglar. Haqiqatan sizlarning Allohga eng o'z ko'rdiganinglar va sizlarning qiyomat kunisi mendan eng yiroq martaba jihatda yiroq bo'ldiganinglar as-sarsaru haq bilan nohaqni ayirmay
köp gap qiladiganlar. Al-mutafayhiqun çoğunchilik qilib, yo'g'onchilik qilib gap qiladiganlar. Al-mutashaddiqun faxri bilan o'zini cho'ng tutib gap qiladiganlar dedi. Ya'ni islomning go'zal axloqiga qarshi mutakabbirlik bilan shug'ullanadigan musulmonlar orasiga to'liq fitna, fasod teradigan mana shunday kishilar Alloh subhanahu va taologa eng o'shkir dedi. Muhammad sallallohu alayhi vasallamga mo martaba jihatdan eng yiroq bo'ldi. Qarindoshlarimiz, islom dini Allah subhanahu va taolo tarafidan tushirilgan haq, komil din bo'lg'achqa bizga haqiqiy ulgulik bo'lgan, amaliy ulgulik rol o'ynaydigan islomni o'zining hayotida bizga amaliyati bilan ulgu qilib bergan Muhammad sallallohu alayhi vasallamni Allah subhanahu va taolo bizga payg'ambar qilib berdi. Allah subhanahu va taolo islom axloqini bizning ideologiya qurilmamizga bekitish va amaliyatimizda amaliy shariatimizga amaliy go'zal axloq qilib ro'yobga chiqarish uchun Allah subhanahu va taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga go'zal axloqni amaliy hayotida amaliyat bilan ijro qilish bilan ulgu qilish orqali bizga ügütüş yo'li bilan tarbiyalab Muhammad sallallohu alayhi vasallamni bizga ulgu qildi. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga o'zining so'zi orqali va o'zining amaliyati orqali muhim ikki amaliyat bilan ulgu bo'ldi. Agar so'zi orqali deb qo'yiblar, amaliyati orqali Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizga ulgu bo'lmagan bo'lsa-da, hech qanday bir kishi islom dinining prinsiplariga, islom diniga qanoat qilmagan bo'ladi. Muhammad sallallohu alayhi vasallamga jon yuragi bilan agashmagan bo'ladi. Shuning uchun Allah subhanahu va taolo payg'ambarlarga muhim ikki vazifani topshirdiki, birisi ochiq haqni so'zlash vazifasi bo'lsa, yana birisi o'z amaliyati bilan ulgu bo'lish vazifasi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu ishni qilinglar, bu ishni qilmanglar deb og'iz orqali kitob o'qib bergandeklar deb qo'yiblam bo'ldi qilmasdan Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'ziningki amaliy hayotida Allah tushirgan har bir buyruq va ilohini bizga so'zlash bilan birga amaliy ro'yobga chiqarishda ulgulik rol va ulgulik amaliyatni bizning ko'z oldimizda ijro qildi. Shuning uchun Muhammad sallallohu alayhi vasallam hattoki islom dinini to'liq yetkazgan, payg'ambarlikni to'liq ado qilib bo'lgan vidolashish haydimi? Hal ballag'tu, men yetkazaldimmi? Men sizlarga payg'ambarlik vazifasini joyida ijro qildimmi? deb musulmonlardan, sahobalardan guvohlik so'radi. Ya'ni yuragida o'zining mas'uliyatini shunchalik ado qilib turibmi, mas'uliyatini joyida ado qilganligidan o'z qalbida tashvish bo'lg'achqa sahobalardan shu savolni so'radi. Demak, Muhammad sallallohu alayhi vasallam mana bu shundoq aktiv jonliq amit bilan bizga islomning go'zal axloqida o'zi og'iz bilan bayon qilish ham shundoqla amaliy ulgu bo'lish bilan bizga ikki vazifani bayon qilish va ulgu bo'lish vazifasini bizga Muhammad sallallohu alayhi vasallam amaliyat orqali ijro qilib berdi. Shuning uchun Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astag'firullah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakaralloha kaseera dedi. Haqiqatan sizlar uchun Allah subhanahu va taoloning elchisi Muhammad sallallohu alayhi vasallamda, ya'ni fi bilan keltirdi. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ruhiy taraflari,
aqide, tevhid, imani tarafları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ninki, güzel ahlak, muamilleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin kafirlarının, münafıklarının, fitnexorlarının aziyetiga sabr qilishdir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ninki haq İslam dinga davet qilishni bergan barliq amaliy qurbonliqlari ve her bir kurash ve cihatlari hammasi barliq hayotida yaxshi ulgu bor. Sizlar aytadigan güzel ulgu bor. Allah Taolaga ishonib, Allah subhanahu va taoladan yaxshilik umid qiladigan ve ahiret kunisida Allah'ın rahmetiga erishishni umid qiladigan ve Allah subhanahu va taolani ko'p asaydigan mu'minlar uchun dedi. Shuning uchun biz mu'min musulmonlar Allah subhanahu va taolaning rizoligiga erishimiz deydi ekanmiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bayani ig'izli so'zlab bergan barliq so'zlarini biz isimizni chin tutib amal qilish bilan birga Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ning tarihi sirat hayotini o'rganishimiz, tadqiq qilishimiz, siyosiy jihatda, ijtimoiy jihatda, axloq jihatda, bizningki har bir hayotlik muomalamiz jihatda, bo'lib barliq go'zal axloq namunalari jihatda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki siratini qat'iy chin tutib o'rganishimiz lozim. Ajablanishga Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizning Allah bizga avatgan elchimiz, payg'ambarimiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ning ismi chiqsa, har birisimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga yaxshi ko'rib sallallahu aleyhi ve sellem deb durud aytamiz. Lekin biz yaxshi ko'rgan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ning imonimizning ikkinchi asosi bo'lgan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ning biz Müslüman ümmetiga Allah Taoladan hadi qilinib bergan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ning hayotini, siratini, tarixini, amaliy hayotini tadqiq qilib, tushunib, o'rganib amal qilishga biz tirishmaymiz. Shuning uchun bugungi har bir hayotlikda siyosiy jihatda, axloq jihatda ve her qandaq bir yaxshi ishda o'lgu bo'lish jihatda bizning mushkilishimizning o'zi bizning mushu payg'ambar alayhisolatu vasallamning sirat hayotidan yiroqlashganligimizning sababi qilishimiz. Shuning uchun Allah subhanahu va taolo bizni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni haqiqiy ulgu qilishga buyurdi. Shunga Allah Taola'nın elçisida fi Rasulillahi, yani Allah Taola'nın elçisinin her bir işi de sizlar uchun yaxshi ulgu bor deb fi deydigan zir harf bilan fi deydigan zarb bilan keltirib Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin her bir hayotini ulgu qilishimizga alohida buyurdi. Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ninki her bir hayotini ulgu qilganligimizni tushungan bo'lsak, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni Allah subhanahu va taolo güzel axloqqa ko'ndirib, güzel axloq bilan adab o'rgatib tarbiyaladi. Demak, Allah subhanahu va taolo shu orqali Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ning ummatini tarbiyaladi. Undaqda Allah subhanahu va taolo bizni tarbiyalash uchun bizning nafsimizni tizginlash qarta bizga ko'ngil bo'lib, bizni nafsimizni boshquradigan ve nefsimizni tizginlaydigan yaxshi ishlarga buyursa ve yomon ishlardan, yomon axloqlardan bizni cheklasa, masalan, g'aybat, suxanchilikka o'xshash yomon axloqlardan bizni cheklash orqali afv qilish ve yaxshi niyatli bo'lish, samimiyatli bo'lishga, yaxshi gumonli bo'lishga bizni yetaklasa, biz Allah Taola'nın tarbiyalashi qarta ko'nglimizda ya amaliyatimizda hech qanday bir ishkillish bo'lmaydi. Chunki Allah subhanahu va taolaning bu tarbiyalashi bizga Allah Taala ko'ngil bilganlikdan, bizni Allah subhanahu va taolo yomonlikdan, oxiratda Allohning g'azabiga yo'liqishdan, bu dunyoda shahvat nafsoniyatimizga berilib insonlar qatoridan chavrimonlar qatoriga
o'tab qilishimizdan Alloh subhanahu va taolo bizni saqlashsin. Shuning uchun biz har vaqt Alloh subhanahu va taolo o'z payg'ambar orqali bizga o'rgatgan go'zal axloqni o'lgi qilishimiz kerak. Unda bo'lsa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolo o'rgatgan go'zal axloq qaysi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolo o'rgatgan go'zal axloq Sayyida Aisha radhiyallohu anha bayon qilgandek kana xuluquhu al-Qur'an. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki axloqi Qur'on bo'lgan degan. Biz Qur'oni Karimni haqiqiy o'ylanishda o'ylanib baqsaq, Qur'oni Karimdagi haq nasihatlarni haqiqiy fikr yurgizib anglab baqsaq, Qur'oni Karimning buyruqlariga quloq solib amal qilish amrida bo'lsak, Qur'oni Karimning cheklimlarini biz har qanday bir yomonlikqa va dunyo oxirat baxtsizlikka sabab bo'lganlik uchun Alloh bizni cheklagan deb chin qalbimizdan yaxshi ko'rib yanadigan va shu yomonlikni o'chiradigan shunday go'zal axloqni o'zimizda barpo qilsak, Qur'oni Karim bizga o'rgatgan barliq adablar bilan biz go'zal axloq va go'zal islom obrazi yaratsak, Qur'oni Karimning bizni tarbiyalab chiqqan barliq tarbiyasidan biz tarbiyalangan bo'lsak, Qur'oni Karimda oila, jamiyat, davlat har qanday bir vaziyat va hayotlikqa, kengchilik va qiyinchilikqa go'zal axloq bilan muomala qiladigan eng go'zal namunlarni payg'ambarlar hayoti bilan, solihlar hayoti bilan bizga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'rgatgan. Masalan, bizningki xo'jayinimiz Yusuf alayhisolatu vasallamningki tarixiga qaraydigan bo'lsak, Yusuf alayhisolatu vasallam o'zini quduqqa tashlagan bir tuqqanlarini, o'zini o'ltirmoqchi bo'lgan, o'ziningki qul bo'lishiga sabab bo'lgan bir tuqqanlarini afv qilganlik amitini ko'ramiz. Yusuf alayhisolatu vasallamningki zina qilmaslik uchun 7 yil turmudi yashayotdi-ku, zindonda yashayotdi-ku, zina qilmaydi. Mana shundaq yoshlarga ana shundaq sharmi hayo bilan, ana shundaq o'zining iffatini saqlashidan, iffatini saqlagan bir xolis yosh mu'minning obrazini bizga beradi. Ham shundaqlar bir tuqqan qarindoshlarini, musulmon qarindoshlarini o'zini o'ldirishga qasd qilgan shundaq qarindoshlarini hatto o'ldirishga qasd qilish hech qanday bir sababsiz hasad tufayli kichigitxi hech qanday gunoh yo'q shundaq paytda bo'lgan mushundaq bir yomonligini afv qilgan ana shundaq go'zal axloqini ko'ra olamiz. Hozir biz undaq emas, o'zimiz qilgan boshqalar qilib solgan nurg'un yomonliklarimiz botirib o'zimizning aybini ko'rmaymiz. Boshqalarning, o'zimizning bir tuqqanlarining, hatto ota-onasining, ustozlarining, jamiyat yetakchilarining, siyosiy rahbarlarining, ulamolarimizning, atrofidagi qarindoshlarimizning avvalan yomonligini ko'rib olamiz yoki biz ulardan afv qilishga, ko'nglimizdan saf Alloh rizoligi uchun chiqib o'tishga ahamiyat bermaymiz yoki biz ularga haqiqiy go'zal axloq bilan yaxshi uyga bo'lishga ahamiyat bermaymiz. Shuning uchun biz mana birlik kelolmay butkul dunyo musulmonlar sayibsida musulmonlar davlatlari ham birlik kelolmay ana shundaq zolim kofirlar oldida dasturotimiz. Mana shularning hammasi tag moyatni aytgan chaqda tag tarafdan bizningki go'zal axloqqa ahamiyat bermay churib ketganligimizningki faktları. Qur'oni Karim bizga nima deydi deb yuragimizning tagidan Allohdan haqiqiy taqvodor bo'lib Qur'oni Karim ovoziga quloq solmaganligimizning, Qur'oni Karimning buyruqlariga bo'ysunishga ahamiyat bermaganligimizning jazosi qilnashimiz. Shuning uchun biz mana shu Yusuf alayhisolatu vasallamning hayotiga qarasak, Yusuf alayhisolatu vasallam dediki, o'zining bir tuqqanlariga Auzu billahi minashshaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Va qad ahsana bi iz akhrajani minas sijn. Sura Yusuf 100-oyat. Menga Parvardigorim
yaxshilik qildi. Meni zindandan chiqarib, Parvardigorim menga yaxshilik qilib, mana shundaq hozir Misrninki azizi Misr oldim. Misrninki shundaq iqtisod boshquradigan bosh xo'jayinlardan bo'ldim. Alloh menga turmudan chiqqandan keyin yaxshilik qildi dedi. Turmudan chiqarib ham yaxshilik qildi dedi. Lekin ayni vaqtida quduqqa tashlanganligini, och qolganligini, ozgina pulga sotilganligini, qul qilinganligini, bu masalalarni aş bir tuqqanlari sababini mushqapiliq qolganlik taraflarini bir tuqqanlarga uqtirmay, faqat men Allohning izni bilan Allah meni turmudan chiqadi, ham Alloh subhanahu va taolo meni Misrning aziz Misr qildi degan yaxshilik tarafidan so'zlab bir tuqqanlarga ularning qilgan yomonliklarini tilga olmadi. Demak, qarindoshlarimiz mana shu tariqada yomonlikqa intiqomga olmoqlik, hatto yomonliklarini esiga solmay afi qilayotganlik qarindoshlarimiz. Demak, mana shundaq nima degan go'zal axloqqa, mush go'zal axloq bizda bo'ldi ekan, biz haqiqiy islom obrazini yaratalaymiz. Alloh subhanahu va taoloning bizga dunyo va oxirat rahmat qilishiga erishalaymiz. Ham Qur'oni Karimga qaraydigan bo'lsak, Qur'oni Karimdagi go'zal axloqlarning eng namunliklari bu oyatlarda bayon qilingan. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh subhanahu va taolo mundaq degan: "Va ibadur rahmanillazina yamshuna 'alal ardi hawna va idza khatabuhumul jahiluna qalu salama wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama wallazina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adaba jahannama inna 'azabaha kana gharama." Alloh subhanahu va taolo bu oyatlarda mundaq deydi: Rahman taolaning bandalari, hammaga mehr shafqatli qilg'uchi Rahman bo'lgan ulug' Alloh subhanahu va taolaning bandalari-ki, ixlosman, tavhidchi qullariki, Alloh taoladan qo'rqib, Allohga haqiqiy Alloh o'rgatgan bo'yicha qul bo'ladigan mu'minlarki, ular yer yuzida o'zini Alloh taolaga to'van tutib, insoniyatga zo'migarlik qilmay yer yuzida mangadi. Ularga johillar gap qilsa, johillar ularga aziyat bersa, ular sizlarga salom bo'lsin deydi. Ular o'zlarining Parvardigoriga sajda qilib, kishilarni Alloh taologa haqiqiy xushu' bilan qulchilik qilish, ibodat qilish bilan Allohning oyatini Qur'oni Karimni tilovat qilib, Allohga yaqinchilik qilish bilan yuragini, ruhini ma'naviy Allohdan kelgan ruhi uzuq bilan uzuqlantirib, taqvolantirib kishilarni shundoq o'tkazish bilan qurdi. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa kechiliklarda tahajjud namozi qo'ydi. Ular deydiki: "Ey bizning Parvardigorimiz, bizdan jahannam azobini yuz o'ritgin. Haqiqatan jahannamning azobi bakmo ig'ir, mushaqqatlik azob bo'ldi. Haqiqatan jahannamning azobi o'rin aradigan va bakmo o'rinlashib qoladigan yomon azob bo'ldi" deydi. Ya'ni ular chiqim qilgan chaqda isrof qilmaydi va bakmo pixslik qilmaydi. Oshining orasida o'rta hal bo'ladi. Deb mana mush oyatlarda Alloh subhanahu va taolo kamtarlikni, ikkinchi qilib ig'ir besiqlikni, uchinchi qilib ruhiy uzuq bo'lgan kishida Alloh taoloning so'zi Qur'oni Karimdan hikmat, nurlar va hukmlarni o'rganish orqali o'zining ma'naviyatini ilm bilan, namoz o'qish orqali ruhiyatini ma'ni uzuq bilan uzuqlantiradigan, o'zini sabrik ko'ndiradigan tahajjudga, to'rtinchi qilib Alloh subhanahu va taolodan haqiqiy qo'rqishga, beshinchi qilib isrofxo'rlikni va har qanday bir pixshiqlikni tashlashga, oltinchi qilib shirkdan yiroq bo'lishga, yettinchi qilib haqsiz, nahaq odam o'ltirishdan yiroq bo'lishga, sakkizinchisi zinoy haromdan o'zini pok tutishga, to'qqizinchi qilib tövbe qilishga,
10-nji qılıp yalğançylyqdan ýyrak duruşga, 11-nji qılıp Allah çürgen wa'z nasihatlaryny qabul qilishga, 12-nji qılıp Allah subhanahu wa ta'alaga yalwuruşga mana muş ayet yetekleydi. Demek mana muşundaq güzel ahlaklarni muş ayetler bizge ügdüdü. Her qandaq bir musulman qeyrindaş, her qandaq bir Allah'a ihlasman kul dep özünü musulmanlık davası bilen, musulmanlık ahlakı bilen zinetligen her qandaq bir musulman qat'i mana şu Kur'an-ı Kerim'nin güzel ahlaklarını daim ügünüşke ehmiyet verip özümüzün hayatıda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni güzel ahlakı iyi kılgan şu Kur'an-ı Kerim'nin güzel ahlakını emelleştirsek dünya ve ahiretinin baxt saati erişeleyimiz. Ve salli ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.